Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Bir kitob bir olam programmasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Hammamizga ma'lum turkiyalik tanlıq yozuvchi Orxon Pamuk 2006-yillik Nobel adabiyot mukofotining sohibi bo'lib, uning Mening etim qizil turkchisi Benim adım kırmızı nomli bu romanini mashhur tarjimon To'xta Hojitulla aka ona tilimizga fasohat bilan o'rgandan keyin bu kitobningki Uyg'urcha nashri o'qirmanlarimizning qizg'in olqishiga erishdi. Shundaqla har qaysi asos qatlam kütüphanları, şunaqla dehqonlar qiraatxonlarining o'rni olib, ma'naviyatimizni beytib keldi. Mush munosabat bilan biz bugun Orxon Pamukning Mening etim qizil nomli kitobi haqida suhbat qurishni loyiq topdik. Suhbatimizga 3 aziz mehmonni ishtirok qildik. Maybuloq jurnalining muavin bosh muharriri shoir Osmon Qavul aka. Assalomu alaykum. Adabiyot fanlari doktori, tadqiqotchi Sulaymon Qayum apandi. Assalomu alaykum. Xinjiang Pedagogik Universiteti Adabiyot institutining magistr aspiranti Murat Mahmud. Assalomu alaykum. Uning har bir poch romani bir badiiy qomus. Gündüz Pamuk ve Şakira Hanım ailesinde dünyaya kelgan. Her kim her xil o'qisa, o'zgacha badiiy zavq ola oladigan, bunday darajada o'rinlashtirgan. Yana bu yerga bog'lanish nadiga deganda romanning ismi Qizil ekan. Biz bilamiz hamda 2006-yili Orxon Pamuk apandi Nobel adabiyot mukofotining sohibi bo'lgandan keyin har qaysi matbuot o'rnlari va g'arb taratqullari bu yozuvchiga yuksak baholarni bergan. Aslan buning ichidagi bir baho bizning diqqatimizni tortdi. Turkiya va g'arb matbuot o'rnlarining bergan mundaq bir bahosini bu yerda o'qirmanlarimizning samiga solsak bo'ladi. Turkiyadan yangi yulduz parıldı. Turkiyadan yangi bir yulduz parıldı. U bizga roman yozishning qandaqligini ko'rsatib qo'ydi. Uning har bir poch romani bir badiiy qomus. Biz albatta buningdilla bu yozuvchiga nisbatan g'arb taratqullarining shuna Turkiya hukumatiningki, shundaqla boshqa o'qirmanlarningki Orxon Pamukning iborat bu kishiningki ideyasi shundaq uning asarlariga tutgan pozitsiyasiningki qanchalik yuqori va yuksak ekanligini ko'rib yetalar ekanmiz. Osmonka Turkiya yozuvchisi Orxon Pamuk va uningki Mening ismim qizil nomli badiiy romani o'qirmanlarimizga natunish emas. Lekin yana o'qirmanlarimizning hamda Turkiyaning davlat yozuvchisi Orxon Pamukning hayoti ijodiy faoliyati shundaqla Mening etim qizil nomli bu romaniningki uning ijodiyatida qanday o'rin tutilganligi masalasi to'g'riliq cho'nqiraq bir tushunchaga ega bo'lish orzusi cho'qim bo'lishi mumkin endi. Biz avval suhbatimizning beshida o'qirmanlarimizning mushkil orzusini bir qondirib olsak qandaq. Orxon Pamuk 2006-yili Nobel adabiyot mukofotiga erishgandan keyin uningki dag'dusi butkul dunyo miqyosida bir mezgilni aytdi. Hayvatlik bo'ldi. Bularmi adabiyot ahllari turli taratqular Orxon Pamukningki Türk adabiyotidagi emas, balki butun dunyo adabiyotidagi yuksak o'rnini muayyanlashtirdi. Uningki asarlariningki til uslubi, qurilmasi, o'z ichiga olgan mazmun, shunaqla qatlamlari haqida o'xshamagan basm munozirlarni ilib bordi. Orxon Pamuk asosan o'zining asarlarini İstanbul'ningki xilvat ko'chalaridan biri bo'lgan Nishontosh mahallasini asos qilib turib, ayni vaqtdagi Osman Türk imperiyasininki yimirilish bosqichida maydonga kelgan ba'zi ishki ziddiyatlar o'rda ichidagi to'qinishlarni yo'ritib bermoqchi bo'lgan deb tushunsak, menimcha bo'lgan chog'da shu asarga nisbatan bir qadar muvofiqroq bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Orxon Pamuk İstanbul'da 1952-yili Gündüz Pamuk ve Şakira Hanım ailesinde dünyaya kelgan. O kichigidilla kitob amroq bo'lish bilan birga boshqa har xil kasblar bilan shug'ullangan bo'lsa-mu, yana oqibatda o'zininki qiziqishi, o'zininki chiqish yo'li yana adabiyot ekanligini his qilgan. O'zininki mening dadamning chamadoni nomli maqolasida bu to'g'risidagi ko'z qarashlarini, o'zining ideyalarini nihoyatda atrofliq mufassal sharhlagan. Buningdan ko'rib olish bo'ldiki, Orxon Pamuk o'zini kichik vaqtidan tortib mush adabiyot yo'li orqali, kitob orqali tarbiyalab yetishtirgan. Uningki İstanbul, Qor, Mening ismim qizil, Oqqal'a, Qari kitob, Yangi hayot, Javdat Bey va uning o'g'illari qatorliq bir yurish romanlarda asosan İstanbul'daki
Nişantaş mahallesini arka görünüş qilgan holda İstanbulning umumiy ko'rinishini kengrek nuqtadan ilib aytgan vaqtida Turkiya jamiyatininki umumiy vaziyatini mufassal ifodalab bergan. Rahmat. Görmen dostlarımızga ait çoğunkur tushuncha berdingiz Osman aka. Demisimi Orhan Pamukninki mening aytim qizil turkisi benim adım kırmızı. Bu romanı 1998 yıl Türkiye'de neşr kılıngandan keyin bu kin ilgilken bir bütün dunyoga 58 xil tilda 100 dan ortiq mamlakatda bu neşr qilinib dunyoda bir yulduz parıl degandek bayqoq o'xshash nurg'un baholarning yuksak baholarni berishiga sabab bo'ladi ekan. Endi bu kitobninki to'xta hojatlarninki uyg'urchaga o'rishi bilan bu kitobning uyg'ur o'qirmanlarimiz orasidagi qiziqligi uyg'ur o'qirmanlarimiz orasidagi buning ta'siri hali cho'nqur ham biroz abstraktroq aslayman. Nimishqa deganda sizni o'qidingiz romanni o'qib damaliq biz romanga kirish bilolmaymiz. Romanning vazmin ig'ri boshlanadi. Hem naydi bir qo'rqinchliroq bir jasadninki bir bayoni bilan boshlandi. Bizni sal g'ayri bir ma'naviyatdan yasqiroq boshlab so'rab kirdi. Balkim men boy degandek mushtamal o'qigan vaqtda bu romanni dastlabda o'qirmanlarimiz orasida balkim bir tushunmaslik, uning bayon andisiga, bayon usuliga ko'nmaslik bir ta'sirotning shakllanish turganligi gap. Sizda shu xil ta'sirot bo'lganmi? Men bu romanni tunchi qatam o'qiganda siz aytgandek bir xil tushunishmaslik gunga she'r o'qiyotgandek xuddi mushuna ahvol bo'ladi. Anda qo'yganda siz bu xil ta'sirotning sabablarini qaysi nuqtalarni sharhlab bera olasiz? Romanni o'qiganda bizga tushuniksiz, murakkab, andan keyin bu romanni bizga qaymoqtirishdagi asosiy sabablarni tuvandagi bir necha sabablar bor deb qarayman. Birinchidan, bu romanning bayon qurilmasi bizning Uyg'ur o'qirmanlari ko'ngan oddiy tussiz bayon qurilmasiga o'xshamaydi. Orhan Pamukning bu romanida personajlar to'xtamasdan takrorlanib turdi. Bayon qatlanib turdi. Ba'zida parallel bayon, vaqa parallel holatga ketgan. Ba'zida parallel bayonning ichiga qistirma bayon kirgizib o'tilgan, nihoyat uslubdan kirgizib o'tilgan. Qistirma bayondan keyin ba'zida avtor birinchi shaxs tilida bayon qiladi. Birinchi shaxsning tiliga ba'zi uchinchi shaxslar aralashadi. Ondan bu bayonga ba'zida xiyol, reallik, tush, o'zlik, reallik bilan xiyol bir-biriga zich giralishib ketgan bo'ladi. Demak, bizga gunga ta'sirot berishdagi birinchi sabab dal mana shu alaydi bayon qurilmasida. Ikkinchi turlik sabab mening ismim Qizil degan bu romanning ismining o'zidan chiqib turibdi-ki, bu ko'p qatlamli ma'noni bildiradigan bir ism. To'g'ri. Biz romanni o'qib eng oxirgacha bu qizilning odamning ismimi, rangdagi qizilmi, zodi nimaligini biz toz aniq bilmay qolamiz. Demak, avtor roman ismini qo'ygandimi, har xil o'qirmanlarning ehtiyojini, ma'naviy ehtiyojini ko'zda tutib, xuddi she'rdan huzurlanganga o'xshash, har kim har xil o'qisa, o'zgacha badiiy zavq ola oladigan bunday darajada o'rinlashtirgan. Bu roman Uyg'urcha tarjima qilingan ekan bir yaxshi yeri. Gerçi bu romanning vazni ig'ir, shunday bir xil gunga tarafi ig'ir, bir xil falsafiy roman bo'lgani bilan, yana o'qirmanlarimizningki xil ko'p sondagilar bu romanni so'yib o'qidi. Men jamiyat ta'sir anglab turdim. So'yib o'qiganligi uchun qandaq bu kitob Sharq Shamil kitob nashr qilish turiga kirgizilgan. Kirgizilgandan keyin har qaysi yez bozorlarningki, asos qatlamlarningki bu kutubxonalarga, qira'atxonalarga bu selingan. Bizningki So'yinlik dehqon o'qirmanlarimizmi bu romanni o'qib huzurlanganda albatta romanninki qandaq bo'lishi o'qirmanlarimizningki qiziqishini ortqizadigan bir taraf o'xshaydi. Shunga qaraganda bizning o'qirmanlarimizmi isl nadir romanlarni Nobel adabiyot mukofotininki mushtaq bir say bo'la olgan yozuvchilarninki mushtaq asarlarni o'qib uning ancha-muncha olsin bir huzur elish tarbiyaga ekan biz o'qirmanlarimizni yanılar biz ularninki saviyasini, safosini yana biz yuqori chaqlasak, menimcha bo'g'adak deb o'ylab qoldim. Muratjon hamda siz bu romanni o'qigandan keyin bu romanninki ma'na qatlami qanchalik darajada shunga oldingiz? Hamda rostini aytsam men o'zim hamda romanni o'qish qancha qiziqib ketmayman. Bo'libmi? Bizning hozir matbuotlarimizda chiqayotgan badiiy romanlar. Qistomoq shaklidagi asan azmli romanlar bo'libmi? Mana she'r qamroq bo'libmi? Ma'ni qatlamlari chunqurroq.
anaqa tuygu asas qilingan ba'zi bir xil yangi she'rlarga. Şoňa bu roman çykyp dep anlagandan keyin dastlapda arasyn desem bir qatam qo'limga elib bir necha bat o'qib tashlab qo'ydimda. Bas gapsam bir xil manga bir g'alit tuyuldi. Şuna bilan keyin men bir kirishib baxay bo'lgan deb shuna qayta qo'limga elib bir kirishib o'qib ketdim. Qancha darcha kirish oldingiz romandan vaqaliga, mana qatlamaga? Romanning mavzusi bilan romanning umumiy kayfiyati orasidagi bir bağlanışni his qildim. Ya'ni bu yerga bağlanış nadiga deganda romanning ismi yani qizil ekan. To'g'ri. Demak roman o'ziga ko'p bo'lakli roman-ku. 59 bo'lakni tashkil topgan roman bu. Ya'ni buning 48 bo'lakda 9 personaj tilda bayon qilingan. 11si daraxt, tilla, qatorliqlarning tilida bayon qilingan. Faqat bir silam, mening ismim qizilda bayon qilindi romanda. Shuni bilan bir g'alitlik nes qildi har qanday bir o'qirman. Ammo mening ismim qizil degan bayon qilingan bizning diqqat markazimizga ancha qo'ya olmaydi bu. Shuni bilan mavzu bilan asarning mazmunosiga bir xillik zidlik, damallik qiliqi odatiy tafakkurchi qilib tashlab qo'ygan yeri shu romanni. Kirish o'qigandan keyin qizilning aloqa simvollik ma'nosi anqimay. Qizil degan to'g'riliq o'yinib baxtim. Famak o'zi kichikdan ingliz tili maktabida o'qigan emasmi? Shunga bu ingliz yaxshi, uning ustiga ingliz tili madaniyatining ta'siriga ro'shan uchragan bu. Burun qadimgi Yevropada miniatyura degan aloqa shu chaqda kitoblarga qo'lda sizilgan bir tizimga bor, resim. Bu aloqa latin tilidagi miniumdan kelib chiqqan so'zga. Minium degan qizil lak degan so'zga. Bu shu chaqdagi shu turdagi har qanday rasmning ismining oldida qizil degan so'z bor ekan. Demak siz endi romandagi shu nimasi sizni bir jalb qilgan yeri romandagi simvollik ma'no bo'lgan qizilning ma'nosining buning etmologiyasiga munosib ekanligini siz cho'nqir eskibsizda bu yerda. Til xosligi bilan romandagi bayon andisi sizda qanday bir ta'sirot silkinish paydo qildim Muratjon. Til masalasi kelgan chaqda yuzini tilga xuddi shoirlardek erkin qo'yayotgan. Zo'riqish yo'q, ha. Xil zo'riqish yo'q. Buning aloqa jumlalarninki uzunligi, kalansizligi bizga hargiz undaymiz boshqacha bo'lmaydi-da. Bunda logik shunda siz deganda inchga ashuna turibman. Shu gapni meni bak hayron qoldirdi. Bulabman menda cho'ng hajmlik mana bir romanni shu qadar inchga yozib chiqishning o'zi bu yozuvchidan ajoyib bir ko'p qatlamli talant talab qilishda. Madaniyatlar o'rtasidagi to'qinish va giralishib ketgan yangi simvolni bayqagan. Türk tilidagi go'zal fasoyatni namoyon qilganligimiz bu jihatda bu so'zimizni isbotlash kerak deb o'yladim. Romanni qo'lga olgandan keyin bizni ixtiyorsiz o'ziga tortdi. Bu roman haqiqatan bir falsafiy roman deyishgan bo'ldi. Asarga har bir detal, har bir jonliq, har bir shayninki o'z navbatida bir bayon qiluvchi, ham bir ko'rsatuvchi, ham o'z navbatida o'zining obrazini o'zi yaratquchi, bir jonliq bir personaj, bir simvollik bir personaj ekanligini bayqab vaqtimizning o'zida asarniki ma'no qatlam bizga biroz yishilgandek bir ta'sir berib qoladi ekan endi. Osman aka 2006-yili Orxon Pamuk Nobel adabiyot mukofotiga erishgandan keyin shu Nobel mukofotini bog'lash hay'ati uningki ijodiyati qatlam bunda bog'ni bergan ekan. Orxon o'z diyoridagi shu bir g'ayriblik ustun izlangan vaqtning o'zida madaniyatlar o'rtasidagi to'qinish va giralishib ketgan yangi simvolni bayqagan deb shunday bir yuksak baho berdi ekan bu odamning ijodiyatiga. Shunday bir yuksak bahoning berilishida bu romanning xalqaro ta'siri ham qanchalik darajada nazarga olingan Osman aka? Dunyo adabiyotida shunday yuksak bahoga erishishda birisi Abdurninki shu bir davrninki uzoq bir davrninki umumiy holatini, umumiy kayfiyatni nihoyat pishqan mukammal til orqali shunaqla qatlam badiiy yuksaklik turib ifodalaganligida bo'lsa kerak. Türk tilidagi go'zal fasoyatni namoyon qilganligimiz bu jihatda bu so'zimizni isbotlash kerak deb o'yladim. Xalqarodagi shu Nobel mukofot komitetini asos qilgan ba'zi yuqori adabiyot ahllarininki bu kitobga shu jihatda baho berishiningki asosli omili birisi ko'p qatlamli turmushni
uzun bir mezgillik turmuşni shunchalik bir poch asarning o'ziga sig'dirishdan iborat bir xil mahoratmi avtordagi shu mahoratmi balkim shundoq bahoni berishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin deb qarashga bo'ldi. Nima uchun biz masalan yangi hayotni ko'rdik Orxon Pamukning. Uningdan boshqa Turkiya adabiyotidagi boshqa buyuk yozuvchilarning asarlarini ko'rdik. Hammasida o'ziga loyiq bir muhit, bir xoslik, bir kayfiyat yoki bir tarixiy davr ifodalangan bo'lsa-mu, qanday sizga shuning orasidan shu Orxon Pamukning shu romani Nobel mukofotiga erishdi. Buningda cho'qim shuningdek bir xil yuqorida tilga olingan masalan Rishad Nuriy Kon degan deymiz, Yashar Kamal deymiz, shularni besib tushib turib, mush kitobni Nobel mukofotiga erishishi deb cho'qim shundoq bir xil avtorninki qatlam bir poyonsizlik ichiga o'zini tashlab turib, tilninki erkin imkoniyatlari ichidan foydalanib turib, o'z vaqtidagi Turkiya Sultan Osman sultonligininki oxirgi davrdagi mush keng ketgan bir tarixiy davrni ixchamlab ifodalab berganligi bu sizgandek holatda balkim shu bağlash komitetidagilarninki ko'z oldiga keltirgan bo'lishi mumkin. Shu chog'dagi hayotni, shu chog'dagi turmushni. To'g'ri. Roman kirishga vaqtimizning o'zida romanninki har bir boblariga saralab qilingan xilma-xil, har yangi biz tazbi ko'nanmaydigan bir mavzularni tushirdi ekanmiz. Masalan, mening ismim Qara, mening ismim Qizil, men bir ish, men bir pul, men Ester, men Shakura, men bir ot, men bir qotil, men qotil degisi, men bir Zaytun, men bir Laylak. Ajoyib murakkab. Mana kichik bir mavzuchaqlarga bo'lgan vaqtning o'zida har bir mavzudan yana bir xil simovlik ma'na, yana odamni bir xil mahliya qilgan, ham ziriktirib qo'ydigan, mana bir yoshirin bir simovlik ma'na odamni yanala bir narsaga undab ham o'zini ishtirib turdi ekanda. Hamda mushundaq mavzularni ninki shu davriy oldi bir takrorlanishi bor kitobda yana. Mushundaq bir xil takrorlikninki kitobga bir qurilma sifatida o'rnatishininki sizcha qandaroq ahamiyati bor deb so'rayman. Bundoq bo'lganda birsi kitobxonni romanı qo'lga olgandan keyin bizni ixtiyorsiz o'ziga tortadi. To'xta, bu har xil ismlar turdi, bir o'qiy deb o'qimiz keladi. Jalbkorlikni oshirish maqsad qilingan. Ikkinchisi, bu romandagi qurilma, romanda aks etgan falsafiy tuyg'ular, romanning nihoyat chuqur madaniyat qatlamining hammasi bir xil madaniyat qatlami emas. Bu yerda Osman Kam deb o'tgandek madaniyatlar o'rtasidagi to'qinish va giralishib ketgan yangi simvol bor bunda. Bu giralishib ketgan madaniyat to'qinish qaysi desa, Osman imperiyasi Konstantinopoldan iborat bir Yevropa shahrini, ya'ni xristianlarning bir shahrini islom shahri, turklarning bir shahriga aylantirib Istanbul deb nom qo'ydi. Istanbulning nomi Konstantinopoldan o'zgarganda bo'lsa-mu, lekin Istanbulning ro'yida, ya'ni abjashlik, singishib ketish bir-biriga. Kishilarda bir xil qaymoqish bor. Islom falsafasida jonliq narsalarni cheklangan. Lekin bu yerdagi Xaqon sultonlar sizishga majburlaydi, sizg'uzdi, hatto o'zininki xazinasida nurg'un rasmlarni saqlaydi. Buning hammasi bu yerdagi falsafaga yot amaliyotda. Lekin bir podsholarmi inson, buningdagi rassomlar bir inson bo'lib sifati bilan shuni intilib baqidi, sizg'iz keladi, o'zlarini sizg'iz keladi. Demak, bu yerda nima bor desa, inson ro'yidagi qatlamlik, hayotdagi qatlamlik, biz ko'rayotgan voqealardagi qatlamlik, takrorlanish. Dal mush romandagi qatlamni bayon uslubini, shunaqla takrorlanib turgan kichik mavzularni paydo qilgan muhim omil. Ham bu romanni o'zgachilik eqib turgan bir muhim omil. To'g'ri. Asarda barliq jonliq, odamdan tortib, o'lik tirgini tortib odamdan, tabii jonliqcha, rangicha hammasi bir so'zlarni bayon qiladi. Hammasi bir narsa demoqchi bo'ladi. Bu tarafga qaragan chaqda Muratjon bu romanni biz bir psixik, bir badiiy tarix roman deya olay ekanmiz. Undan boshqa asarda tasvirlangan cho'nqur falsafiy fikr, falsafiy tuyg'u, falsafiy kayfiyatlar qarab turib, yana biz bu asarni mushtaq bir kuchli bir falsafiy roman bo'lsa kerak deb o'ylab qoladi ekanmiz. Siz endi shu romandagi shu falsafiy fikr va falsafiy tuyg'ularni siz qanday his qildingiz? Menimcha bo'lgan chaqda siz eskartib o'tgandek, bu roman haqiqatan bir falsafiy roman deyishgan bo'ldi. Umumiylik bilan o'zlikchilikninki dialektikasi, to'g'ri. Yoki bunday aytganda, umumiylik bilan xoslikning
uslubning orasidagi ziddiyat. Pamukninki romandagi maqsadi nima degan chaqda hamda shu ayni chaqdagi Osmanlı imperiyasi vaqtidagi naqqashlik yo'qolayotgan naqqashlik san'atiga bir xil ishchog'likda buniki. Ya'ni shu an'anaga bo'lgan ajdodlarning ro'yi bo'lgan shu yozuvchi o'zining engida hamda bir xil tashvish shakllanadi. O Pamukninki bir leksiyasida shunaqa bir o'zining tilidan berilgan bir bayon bor. Shu men ko'rgan bu naqqashlar, bu rasmlar klassik asarlarninki ichiga qistirilgan ekanchu. Pamuk ko'rgan asarlarning ichida. Shularning girvaklardagi naqshlar. Uning ichiga berilgan qistimlar, rasmlar. Bular Pamukning tilida shu qadar go'zal. O hammani o'z ichiga olgan bir parcha rasm. Shu qadar go'zal, tasavvurga boy. Shunday ekanda, shundan Pamuk bundan ilhomlanib hamda shu romanni shu naqash yo'qolayotgan naqashlik san'atininki bo'lgan bir xil intilish, o'zligida ham ajdod ro'yiga sig'inadi-da bu. Biz asli adabiyot san'atimizda an'anadan yatlashib kelsak bo'lmaydi. Ajdod ro'yi qaytishimiz kerakda. Shunday o'ylagan. Demak, o'zligida shunday bir tashvish, shunday bir yo'qotishni his qilib o'zligidagi balkim shu maqsadda shu romanni yozib chiqishga shu asos shu mushkil falsafiga rol o'ynagan bo'lishi mumkin deb qarayman. Unda mushkil falsafiy ta'sirlarni biz qaysi xil falsafaninki mas'uli desak bo'la? Personajlarninki tildan berilgan bayonlar shu qadar g'alati-da bular. Shu qadar bema'ni millatda romanning butkul qurilmasi, andagi romanda yashayotgan personajlarning hayoti bular bir xil azob to'lgan. Ularning haqiqatan tragediyak, azobli, bema'nida bularninki. Bular o'zining mavjudligini saqlab qolish uchun adoq kuch kurash qilgan. Hatto bir qismlar o'zining hayotini sepmaganda, bu romanda insonning bir xil mavjudlik kirisi bor. Bir xil o'zining mavjudligidan tashvishlanish, dunyoning azobli, bema'niligini his qilish. Demak, bir xil mavjudiyatchilik falsafasining farqi bor deb qarayman. Sistemliq bir tadqiqot o'tirib chiqqanini men tozbek his qilmadim. Endi navad endi Orxon Pamuk apandi bilan uchrashib qolsanglar. Mening ismim Qizil degan bu ismni qo'yishga qanday sabab bo'ldi? O'sha roman, ya'ni mening ismim Qizil nomli roman Uyg'ur tiliga tarjima qilingandan keyin Osman Kamdi. Adabiyot tadqiqotchilarininki bu romanga nisbatan tutgan pozitsiyasi va qarashlari qanday bo'ldi? Bu roman nashr qilinib taqdirlangandan keyin o'qirmanlar orasida bir qadar qiziqish qo'zg'algan bo'lsa-mu, lekin tadqiqotchilarimiz biroz so'g'oqqan pozitsiya tutdi deb qaradim. Undaqda bu ilmiyroq bir tadqiqot bo'lindimi o'sha asarning tarjimasi haqida? Ko'p tadqiqot bo'lindi. Masalan, biz dunyo adabiyotini deymiz, bizning matbuotlarimiz shunchalik ko'p bo'lsa-mu, mening ism Qizil nomli bu roman haqida bir sistemliroq, cho'nqurlab kirilgan mayli asarning qurilmasi bo'lsin, mazmun yiqidim bo'lsin yoki badiiyligi bo'lsin yoki til jihatdagi ba'zi biz o'rnak qilishga arziydigan taraflar deyli ya bo'lmasa ayni vaqtida asarning o'z ichiga olgan mazmun ko'lam jihatdagi bo'lsin hech qaysi nuqtadan texbi sistemliroq bir tadqiqot o'tirib chiqqanini men tozbek his qilmadim. Endi lekin vaqtning o'tishi bilan asarning salmog'i, uning qimmati, uningki o'z ichiga olgan mazmun doirasini o'qirmanlarimiz tushungancha asta-asta bu masala oydinlashishi balkim cho'nqurilgan yoki ma'lum ko'lamga ega bo'lgan bir tadqiqotlar maydonga kelib qilishi mumkin degan bir umid bilan. Navad endi Orxon Pamuk apandi bilan uchrashib qolsanglar. Buni yo'q deb ayta olmaymiz. Roman nashr qilingan, Uyg'ur nashr qilingan vaqtingizda Beyjonga kelib, Jumhuriyat o'qirmanlarga leksiya so'zlash bilan birga yangi hayot bilan mening atam Qizillarning ishki romanға beg'ishlab yozib go. Demak, bu fursatni bor degan gap. Navada shunday bir fursat kirishib qolsanglar, Orxon Pamuk apandiga deydigan bir gap so'zlaringiz bormi? Men agar Orxon Pamuk bilan yuz ko'rishib qolsam, undan mundaq bir nechta turli savolni so'rayman. Birinchidan, sizning nazaringizda siz ko'pincha romanlaringizda, asarlaringizda asosan Istanbulning qadimgi turmushini bo'libmi, Jiroq qadimgi Osmoniya imperiyasi davridagi vaqtlarni ko'proq yozdingiz. Acaba nima uchun Istanbulning hozirgi holatini, Istanbulning o'sha o'tmishiga selishtirib yezib chiqishni o'ylamadingizmi? Ikkinchidan,
Mening ismim Qizil degan bu romaningiz Nobel mukofotiga erishgan roman bo'ldi. Undaqda mening ismim Qizil degan bu ismni qo'yishga qanday sabab bo'ldi? Ba'zi tadqiqotchilar mu deb o'tdi, bu roman falsafiy roman, tarixiy roman, ham siyosiy roman, psixik roman yana. Psixik roman, eng muhimi yana bu romanni dаңлык razvedka romanlari deyishim bo'ldi. Chunki buningda bir xil sirliqlik, odamni jalb qilish, voqeaning o'rinlashtirilishi dan qaraganda buni bir razvedka roman deyishim bo'ldi. Undaqda mushu tarix, mushu psixika, mushu ma'naviyat, mushu san'at razvedkaga aloqador xususiyatlarni o'z singdirib o'tishda sizga nima turtki bo'ldi, nima qilib shunday bir qurilmani tanlab qoldingiz degan savolni men so'ramoqchi. Men bir jasad, ya'ni quduqning tegida yotgan bir jasadman. Ağırqı nefsim üzülüp, yürkim soqıştın toqtağan bolsumu, beşimgi kelgen rezil işlarını mening rezil qatilimdan başqa hech kim bilmaydi. Mana bu qurlar Orxan Pamukning mening ismim Qizil nomli romanining birinchi bobidagi qurlardan biri. Anda bo'lsa men nima uchun jasadga aylanib qoldim? U jasad turib nima ish so'zlaydi? Uni jasadga aylantirgan omil zoti nima? Qadrli ko'rmanlar, bu qurlarga qiziqsanglar, nazaringda mening ismim Qizil nomli romanni bo'lgan. Bugungi suhbatimiz mishada oxirlashdi. Xayr xo'sh, salomat bo'ling.